U telefonidagi so'nggi xabarni o'qidi. Ko'zini yumdi. Yuragi jimirlab ketdi. Bu xiyonat edi. Lekin u hali hech narsa demadi. Hammasini oxirgi nuqtagacha bilmagan edi. Yolg'onlar, aldovlar juda qattiq yanglishganini sezdi. Qachon boshlanganini bilmasdi. Balki birinchi yolg'on aynan men seni yaxshi ko'raman deganida aytilgandir. Balki o'sha kecha u kech qaytganida ko'zlarida begonalik balqib turgandi. Endi har bir lahza qayta jonlanardi. Har bir so'z xanjardek botardi. U qizdan kechirishni so'radi, lekin qizni yuragi batamom to'xtab qolayotgandek edi. Uni qo'ldan kelguncha ovutishga harakat qildi. Ovuta olmadi. Qiz yig'lashda davom etardi. U qizning qo'lidan ushladi. Ammo bu iliqlik avvalgidek tasalli bermadi. Men seni yo'qotishdan qo'rqyapman, dedi u titroq bilan. Qiz esa jim edi. Ko'z yoshlari yonoqlaridan yurak tomon sirg'alib tushardi. Bu jimlikdan alam, so'zsiz ayblov va charchoq bor edi. U yuragini ko'tarib yana bir bor so'radi. Hech bo'lmasa menga qaragin. Qiz qarashni ham xohlamasdi, chunki turmush o'rtog'idan ko'ngli sovib bo'lgandi. Qo'liga telefonni olib yana titkilashni boshladi va yana xiyonat, turli yolg'onlarga guvoh bo'ldi. Qizni ichidan bir nimalar uzildi, nafas ololmayotgandek bo'ldi go'yo. Qo'lidagi telefon titray boshladi. Yana u, ammo endi bu qo'ng'iroq hech qanday ahamiyatga ega emasdi. Qiz asta orqasiga burildi va hech narsa demay eshik tomon yurdi. U esa ortidan yugurdi, ammo har bir qadami ohangrabodek og'ir edi. Iltimos, hech bo'lmasa ayt, men butunlay yo'q qildimmi? deb baqirdi. Qiz to'xtadi, boshini egdi, so'ng faqat bitta jumla aytdi. Sen meni o'zingdan yo'q qilding. Ba'zida sevgi yolg'onlar orasida so'nadi. Ishonch bir parchasidan keyin hech qachon avvalgidek bo'lolmaydi. Ular bir paytlar bir-biriga hamma narsadan qadrli edilar, ammo vaqt, xiyonat va yolg'onlar bu tuyg'uni yemirib yubordi. U qiz ketdi, lekin faqat eshikdan emas, yuragidan ham. U yigit esa endi har safar jimlikka quloq tutganida aynan o'sha oxirgi jumla qulog'ida yangrayverardi. Sen meni o'zingdan yo'q qilding.